Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga Nizomiddin hoji akamiz tomonidan belgilab qo'yilgan va yangiliklar qilganlar holda siz obunachilarimizga yangiliklarni ulashamiz. Albatta video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Ahmad, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda mana yangi reyslar, ya'ni iyul oyiga yangi yo'nalishlar ochildi. Albatta. Shularni bir obunachilarimizga bir ma'lumotlarini to'liq batafsil berib o'tib ketsak. Xo'p bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Bizda xudo xolasa iyun oyiga reyslarimiz, bir dona reysimiz qolgan. Aytib o'tib ketamiz. 30-iyunga, ya'ni Toshkent Jidda premyer reyslarimiz qolgan. Joylarimizning soni juda ham oz qolgan. Bu iyun oyiga bir dona reysimizni $1050 dan qilib aytib o'tib ketamiz. Iyul oyiga narxlarimiz umuman boshqacha, paketlarimiz ham boshqacha, hamda gostinitsalarimiz ham va sizlarga sovg'alarimiz ham juda ham boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan Umra ziyoratiga yo'l olmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda gostinitsa oraliq masofalarimizdan boshlasak, ya'ni obunachilarimiz tomonidan birinchi beriladigan savol gostinitsalar qayerda? Shularni bir obunachilarimizga bir qulayliklari, shart-sharoitlarini ham bir tushuntirib o'tib ketsak. Albatta, hammaga qiziq bo'lgan masofa, ko'pchilik bizdan so'rashadi, yaqin bo'lsa, piyoda borishlik imkoniyati bo'lsa, piyoda borardim degan ko'p murojaatlarimiz kelib chiqqan. Xudo xolasa mana shu murojaatlaringni mana shu firmamiz jamoamiz bilan kelishgan holatlarda xudo xolasa 5 yulduzli gostinitsalar sizlar uchun tanlab qo'ydik va xudo xolasa o'zlaring borganlaringda yana ham guvoh bo'lasizlar. Xo'p, Madina Munavvarada 3 kun bo'linadi, 150-200 metrda, ya'ni markaziyada joylashgan bo'ladi gostinitsalarimiz. Xo'p, Makka Mukarramada esa 700 metrda joylashgan bo'ladi. Buni gostinitsamiz 5 yulduzli bo'ladi, avtobus yo'q. Avtobus yo'q desa yolg'on bo'lmasa, avtobusi bor, 5-10 minut aylantirib ko'chalardan olib keladi. Lekin piyoda primo kesib chiqadigan bo'lib qolsa, 3 minut 4 daqiqalik yo'lda xudo xolasa bemalol haram hududiga kirib borsa bo'ladi. Albatta, gostinitsadan chiqilganda qaraganlaringda soat binosi bemalol ko'rinib turadi sizlarga. O'ta ham yaqin, 700 metr, ya'ni bu komfort paket desa ham bo'laveradi. Aslida lekin standart plus paketiga kiradi bu. Tushunarli. Demak, hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, batafsil ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Va hoji aka, hozirgi kunda qaysi sanalarga reyslarimiz qayerdan yo'lga qo'yilgan? Xo'p, 1-iyuldan boshlab bu gostinitsalarimizga olish nimamiz, rejalarimiz 1-iyuldan boshlab 15-iyulga qadar xudo xolasa qabullarni ochganmiz, davom etyapti. Qabullarni boshlaganmiz. Bemalol o'zlariga yoqqan sanalarda Farg'ona Jidda hamda Toshkent Jidda yo'nalishida reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Bemalol kunda-kunora reyslarimiz bor. Kimda kim o'zini xohlagan reysiga yoki sanalariga quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, yana ham batafsil ma'lumotlarni ham berib o'tib ketamiz. Undan tashqari, Aslbek bir marta to'lovni ichida biz obunachilarimizga, ya'ni Centrum Holidays obunachilariga bir marta to'lovlarning ichida mana bunday toza ehromlar, ya'ni bizni pulimizga 250 ming so'm turadi. Bu eng toza ehrom erkaklarimiz uchun. Bir marta to'lovlarning ichida mana shu ehromlarni erkaklarimizga va bo'yinbog', yostiqchalarni ham xudo xolasa hozir tayyorlashyapti, olib kelib qo'yamiz, bepul tariqasida beramiz xudo xolasa. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana imkoniyatlarni ko'rdilaring. Endi hoji aka, hozirgi kunda narxi necha pul qilib belgiladingiz? Ya'ni mana shu iyun va iyul oylariga. Xo'p, iyun oyini narxini bir dona reysimiz qolgan 30-iyunga $1050 qilib beramiz. Joylar soni juda ham oz qolgan, ulgurib qolsin. Endi iyuldan boshlab $1100 dan mana bunday ehrom va samolyotda ketadigan yostiqchalarimizgacha ichida bepul tariqasida beramiz. $1100 dan 1-iyuldan 15-iyulgacha bemalol telefon qilishaversa. Farg'ona Jidda, Toshkent Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Xudo xolasa. Bundan tashqari, mana hozir kelganimda aytdingiz, hoji aka, yangi reyslar, ya'ni Andijon va Namangan yo'nalishlaridan ham yangi reyslar qo'yilishi arafasida. Xudo xolasa. Xudo xolasa u reyslar ham qo'yilsa, obunachilarimizga ulashamiz. Albatta, ertangalik yoki keyingi videolarimizda uni ham taqdim qilamiz. Xudo xolasa ular tasdiqlanib kelsa, albatta Andijon, Namangan reyslarimizni ham yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shuning bilan biz video syomkamizni tamomlaymiz. Agarda sizda qandaydir fikr va takliflar bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, operatorlar tomonidan yoki Nizomiddin hoji akamizni
akamizni o'zlari bilan birgalikda suhbat qilib, o'zingizga ma'qul kelgan kunlarga joylayini bron qilishlaring mumkin. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoji aka, siz ham ishlaringizga omad. Xalqimiz uchun yangilik qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovda adashmanglar. Rahmat.